Demak, biz hozir O'rik bog'damiz. Qaysi tuman edi? Qo'shtepa tumani, Farg'ona viloyati. Bizani men ustozim Shuhrat aka Abborov va Mr. Fabian bilan tavsiyasi bilan biz shu yo'lda edik. Ya'ni sovuq harorat masalasi O'zbekistonga kirib kelgan paytda katta risk bor edi. Ya'ni kaliy sulfat septik, bu yerga yana kaolin, yana boshqa har xil maksimal sabablarni qildik va hozir xudo xolasa natijasini o'zingizlar ko'rib, o'zingizlar baho berasizlar. Endi hamma narsa avvalambor Alloh taolodan. Demak, mana bu qaysi nav bu? Bu Sanikot navi mana ko'rsatasiz. To'kilib ham ketadi. Mana mevalar, bugungi kundagi mevalarning holati, ya'ni shu yerga biza to'liq mana shu dog'ga Hasan aka, Abdurash aka o'zingizlar aytinglar. Nima ishlab berdik? 2 marta dori sepilgan bunga. Sovuqdan oldin 2 marta sepildi. Sovuqdan keyin yana 1 marta sepildi. Demak, asalari qo'yildi. Ya'ni sabablarni maksimal qilib, natija Alloh taolodan bilasizlar. Birinchi o'sha sovuqdan oldin kaolin sepib, biza nima qildik? Ya'ni ikkinchi, ya'ni ochilmoqchi bo'lgan, ya'ni mana bu ikkinchi gullarini biza mana ko'rsatamiz. Mana ikkinchi gullarini, ya'ni 1 yoshli gullar hali ochilib ulgurmagan 1 yoshli gullarni uyg'otmaslikka harakat qildik. Birinchi ishimiz shu bo'ldi. Keyin buni ustidan biza bunga kaliy sulfat sepdik. 1 tonna suvga 20 kilodan kaliy sulfat sepib, keyin orqasidan biza olovlarni yoqdik, changlatdik. Xudoga shukr, mana hozirgi bugungi kundagi holati mevalarimizni taxminan 50% dan balandrog'i saqlab qoldik. Ya'ni endi har yili biz bu bog'da o'tgan mana Abdurash akam guvoh. O'tgan yili kalibr qanaqa bo'ldi? Kalibr 60 ga yaqin bo'ldi. 50 dan 45 dan baland bo'ldi. To'qolaganimizdan keyin men o'sha paytda to'qolangandan keyin olib kelib kalibr o'lchaydiganda o'lchasam 45 dan baland chiqdi. 33lik, 35lik yo'q umuman. Axtaron topolmaydigan kalibrda. Ardollarning shunday kelib aytdiki, sotolini o'raymi deganini menga aytib ketdi. Bilmayman kimga bunaqa deganman. Menga lekin shuni olib. Endi sababi har doimgidek Alloh taolodan. Yirida, bu yil bir katta bo'lgan. Bu yil umuman biz bu yerga xudo xolasa maksimal harakat qilamiz. Qo'l bilan siyraklashtirishni, to'qolashni amalga oshiramiz. Mana shudan o'zi bizga mevalarni detalik ko'rsatamiz. Pastdagi mana u qarada mevalar mana to'la meva, ya'ni o'tgan yillari nima qilardik, endi hozir bu tavsiya ko'rsata olmaymiz. Bu yerda yo'q. Tamaman to'g'ri. Deylik, mana 2-3 ta bunaqa joyda 2-3 talarni hammasini bitta eng maydasini yulib chiqardik yengil. Mana bunaqa maydalarni olib chiqardik hozir. Shunaqa maydalarni olib chiqardik. Endi bu yil bu narsaga ehtiyoj yo'q, chunki Alloh taoloning o'zi tabiatda o'zi bizga yaxshi siralashtirib bergan. Dal ko'ramiz yana. Mana shoxda shuncha bo'lyapti. Tembuli past tomoni, mana daraxtlarning past tomoni bu. Odatda bilasizlar, sovuq havo salqinga, ya'ni uzr, salqin demayman, past tomonga tez cho'kadi. Shunda ham mana o'sha qilingan agrotexnik tadbirlarni natijasi xudo xolasa yaxshi bo'lgan. Mana ko'ramiz endi tabiiy, endi bu sovuq urgan sovuq ta'siri, baribir saqlab qolindi. Ya'ni o'sha kaolin sepilgani bir kun bo'lsa ham orqaga surishi bu juda katta natija berdi. Kaliy sulfat ikkalovi. Mana buni ham ko'ramiz. Mana shu toza bilmem qastana bog'da meva turibdi. Hech ko'pda meva mana. Hammasi meva ishlaydi. O'tgan yil mana buni holatda biz olardik mana. Bittasini olib qo'yardik yengil. Chunki raqobat bo'lmaydi, shu bitta qismini olib qo'yardik bo'ldi edi. Endi tabiiy to'kilish ham bor, shuni hisobini ham olishimiz kerak. Shuning uchun imkon qadar bu yerga kamroq kiramiz va texnik ishlarni maksimal davom ettirib, xudo xolasa natijani nasib qilsa yana ko'rsatamiz. Hozirgi holat, sovuqdan keyingi holati mana shu holatda xudo xolasa gektaridan endi ya'ni dars mevalar katta bo'lgandan keyin aniqroq va ma'lumroq bo'ladi. Holat shu. Va xolasa mana natija Allohdan. Shu hal etganida ustozimiz Shuhrat aka Abborov va Mr. Fabian tavsiyalari bilan erishib kelayotgan natijalarimiz, ya'ni ulardan olgan ilmlarimiz orqasidan shu natijagacha keldik. Shu kimma ustoz deb bilsa, shu ikkita insonni kommentariyada yozib ketinglar, meni ustozi ko'raylik. Natijalar shu mana, endi qolgani Allohdan. Rahmat.